Assalomu alaykum, hurmatli Bo'ston Makler YouTube kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda Notrar 3,5 sotik yer maydoni bo'ladi. Ko'rib turgansiz, ana shu yer bo'ladi. Fasadi yo'lning yuzuna qarab 24 metr, orqaga qarab 15 metr bo'ladi. Lokatsiyasi dim ajoyib yerda joylashgan. Narxi bunday qimmat emas. Havodchilar bo'lsa, bu yer iki hujjat bo'ladi. 12 metrga 15 metrdan iki do'kon bo'ladi. Alohida bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Ya bo'lmasa, naq olaman desanglar, ikkisini bir odam olsa, narxlari kelishiladi. Lokatsiyasi zo'r yerda joylashgan. Yo'lning yuzunda bu tarafimiz 4 kildan kelish, bu tarafimiz Bo'stondan kelish bo'ladi. Aniqroq lokatsiyani yo'lning yuziga chiqib tanishtiraman. Bu yerda olib turib, liboy bir biznes qilsanglar bo'ladi. Sababi yo'lning qatnov qismina dim yaqin yerda joylashgan. Yo'ldan ozroq kirganingizda ana shunday mana qatori do'konlar, kafelar qurilib turibdi. Odam ham yaxshi, lokatsiyasi zo'r yerda. Xohlasanglar olib bir sammoyki, teg, ustaxona xohlasanglar, restoran, kafe sasanglar ham bo'ladi. Xullas, xalagan biznesingizni qilsanglar ajoyib mesda. Narxlar ham bunday qimmat emas. Narxdan kelsak, narxidan telefon orqali egalari bilan gaplashsanglar bo'ladi. Lokatsiyasini aniq tushuntirib o'taman. Bu videoni ana shunday Notrar, kafe salaman, ustaxona salaman, ham bo'lsa teg, mo'y quraman deb yurgan tanish bo'lsangiz tashlab qo'yamiz. Ko'rib turgansiz, ana shu zdaniya, shu zdaniyadan bu tarafga qarab 24 metr bo'ladi. Orqaga qarab 15 metr bo'ladi. Orqa taraf otizda hech narsa yo'q. Bir yo'l tushgan bo'lgani. Maydoni keng. Xohlasanglar ikki etaj qilib ajoyib bir restoran sasanglar ham bo'ladi. Yana aytganimday, agar ikkisini ikki odam olaman desa, 12 ga 15 dan bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Adresini tushuntirib o'taman. Adresi Ellikqal'a tumani, birinchi sentrda bo'ladi. Navoiy ofisida joylashgan. 4 kil beruniy qatnov yo'lining ustunda. Masalan, bu yoq tarafdan Kalen, Gudursun 4 kil tarafdan kelish bo'ladi. Bu tarafdan Bo'stondan kelish bo'ladi. Birinchi sentrning ko'piri Oriental ana shu radarning to'g'risida ana shu ikki etaj zdaning qaptoni joylashgan bo'ladi. Ana shu radarning to'g'risida ostanovka bor. Aniqroq bo'lish uchun tushuntiraman. Ostanovkaning orqasindagi ana shu ikki etaj zdaniyani qaptoni bo'ladi. 24 metrga 15 metr. Ikki hujjat teng yarisidan bo'lib sotib olsanglar ham bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon kelaverasizlar, o'zingiz ko'rsatamiz. Xohlovchilar bo'lsa, kelishgan narxlarni sotib olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Bizlarni kuzatishda davom qiling. Kanalda yangi bo'lsanglar, podpisatsiya tugmasini bosib, esdan chiqmasin. Like bosib qo'llab turamiz, deya umiddaman.